Xalq tilida Sortepa deb ataluvchi bu tepaliklar haqida ma'lumot olish uchun biz sun'iy intellektga murojaat qilganimizda quyidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Sortepa Andijon viloyati hududida joylashgan arxeologik yodgorliklardan biri bo'lib, u Ipak yo'lida muhim manzilgohlardan biri sifatida xizmat qilgan. Sortepa Ipak yo'li bo'ylab harakatlangan karvonlar uchun o'ringoh va vaqtinchalik to'xtash joyi vazifasini bajargan. Bu yerda savdogarlar o'z mollarini almashgan, dam olgan va yo'lda davom etishga tayyorgarlik ko'rgan. Geografik joylashuviga qaraganda Sortepa tepalikda joylashgan bo'lishi mumkin. Bu esa uni himoya qal'asi yoki kuzatuv manzili sifatida foydalanishga imkon bergan. Ipak yo'lidagi savdo karvonlarini bosqinchilardan himoya qilish uchun shunday manzilgohlar muhim rol o'ynagan. Arxeologik topilmalarga qaraganda Sortepa faqat savdo maskani bo'libgina qolmasdan, balki hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi rivojlangan hudud sifatida ham ma'lum. Bu yerda qo'l mehnati bilan yasalgan keramik buyumlar, metal va ipak mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Ipak yo'li orqali o'tuvchi savdo yo'llari qator manzilgohlar orqali tarmoqlangan bo'lib, Sortepa kabi nuqtalar yo'lovchilar uchun otlarni almashtirish, oziq-ovqat zaxirasini to'ldirish va yo'l haqidagi ma'lumotlarni olish markazi vazifasini bajargan. Sortepa Andijon hududidagi muhim arxeologik manzilgohlardan biri bo'lib, u Ipak yo'lida savdo, mudofaa, hunarmandchilik va transport nuqtalaridan biri sifatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu manzil Andijon va Farg'ona vodiysining umumiy iqtisodiy va madaniy rivojlanishida ham katta rol o'ynagan. Andijon tomonlarida joylashgan Hisortepa qadimda shahriston bo'lganligi va Buyuk Ipak yo'lidagi muhim manzilgohlardan biri bo'lganligi haqidagi artefaktlar aynan Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida saqlangan va muzeyni birgalikda tomosha qilamiz.